Labirintdan qochish qoldi. Tak, mani uyim qayerda? Uy. Uxlaydigan uyim qani? Tak, mana bu o'rmonda vashshay qalin ekan lekin gap yo'q bor-ku. Tak, adashib qolishga o'zgina qoldi. Tak, qani uyim qani mani? Tak, o'rmondan chiqish yo'li va chiqib, albatta uxlab olsam bo'ldi. Mana O'ta, mana bu yerda uxlasam bo'ladi. Shu yerda ozgina uxlab olaman. Albatta tabiat qo'ynida mazza qilib uxlayman. Mastro. Voy shu degan. Bo'ldi, boya gaplar siqilib nima bor? Men ovqatni olingda kiring uyga, o'zi uxlash kerak edi shu. Mayli. Qolgan Boraman, boraman. Bo'pti, davay men ketdim. Davay, uxlang. Hammangga ko'rsatib qo'yaman. Ovqatingni ham, boshqangni ham, qilichingni ham, aslahangni ham hamma yo'g'ing kerak masalani. Hammasiga ko'rsatib qo'yaman men bularni. Aslahamush, boshqamush kartani yarmini men topganda gaplashamiz. Xo'p, qog'ozni ham yasadim. Endi bunga karta chizishga mayli Mastro bilan gaplashib ko'raychi. Fuf, Mastro. Bu emasmi yoki? Mastro. Klaus yoni borichi, balkim shuni yonidadir. Klaus. Nima? Qachon qayerda? Nima? Mastro qani? Bilmadim, ko'rmadim boyadan keyin. Uxlayotgan faqat. O'sha uyga kiring tez uxlang degandim. Ish bilan chiqsam yo'q. Vaqt ketdi. Bo'ya sizga gapirgan gapimga xafa bo'lib chiqib ketmadim ekan. Qaysi gapga? Bo'ya Mastrodan yaxshiroq qildingiz dedim, u sekin chiqib ketdi ko'chaga shu payt. Yo'q, men jonga emas. Boshqa qayerdaman? Fes bu yoqqa aylanib chiqdim. Oxiri siz yoningizga keldim, siz bilan bo'lsa kerak deb. Buning qarab ko'raylik, quyosh ham bo'tyapti. Yo'q, chiqartishdim. Balkim boshqa joydadir. Mastro, qattasiz? Mastro. O'sha quyosh bo'lyapti. Agar ishga kirgan bo'lsa, o'sha kechib qoladi u. Kirmagan bo'lsa kerak. Qayerdan bilasiz? Balkim kirgandir, balkim ichkaridadir. Chiqmayapti.